Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Biz poddering, pomidor to'g'risida ko'p videolar chiqarganmiz. Mana shu ko'rib turganlaring gulkaram. Mana shu 3-4 kun ichida o'sha bozorga sotuvga ham chiqadi. Bu karamlarni o'zimni tog'am Murodjon Nazirov o'zi 70 yoshga qoralab ketyapti, lekin shu dehqonchilik ichida tog'am ekkan. Xudo xolasa hozir mana tog'amni gapiramiz. Buni agrotexnikasi qachon ekilgan, usti yopilganmi, qanaqa o'g'itlar solingan hamda hozirgi kunda bozordagi narx-navolar haqida gaplashamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Mana hozir tog'am bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Mana meni tog'am Murodjon aka. Assalomu alaykum tog'a. Salomat. Eslaringizda bo'lsa bir 2 yil oldin mana shu yerda yana gulkaramlar ko'rsatdik. Mana bu yil yana dehqonchiliklar bo'lib qolibdi. Bir syomkaga keldik shu karam to'g'risida. Tog'a, bu karamlar hozir qaysi sanada ekilgan? Bu shu fevralda 8-10-larda ekkanmiz yerga. Nimaga? Yo'q, yigit yo'gamiz asli o'zi dekabrda oxiri, yanvarda boshlarida urug' tashaganmiz. Bu yerga nimani? Noyabrda oxiri, dekabr boshlarida. Buni yerga ekkaningizda o'ragansiz-a? Yerga o'tganimizda shu o'sha 280 hisobga plyonka bilan o'raganmiz. Xo'p. Necha kun turgan plyonkada taxminiy? Taxmini shu yil ob-havoning nimasi hisobiga shu 1 oy yaqin turdi. 1 oy ortiq ham turdi. Ha, 1 oy ortiq ham turdi. Endi tog'a, haligi o'zim ham qiziqaman. Endi bizda sinovlar ko'p, yerlar zita yetishmayapti. Mana shu karamga juda qiziqqanim. Hozir bu qanaqa tartibda ekilgan? Masalan, mana u oralig'i 90 ga o'xshayapti adashmasam. Oralig'i 80. 80. 80 qilib o'rta nimaga nima burchak-burchagiga ekkanmiz. Shaxmat yondan ko'ra o'rtaniki sirayar keladi. Shaxmat bizning havo yeb turish. Ne santimetr uzunasi? Hozir biz har birasining orasi 30 santimetrga, bu shaqarasi 33-40 gacha bo'lishi kerak edi. Biz 30 santimetrdan ekib qo'yamiz. Shaqalar ekanmiz, yerni quvvatiga qarab. Nechta ko'chatingiz bor hozir? Hozir shu yerimizda 3800 ta ortiq ko'chat ekkanman. 3800 ta ko'chat degani bu karamda hisob-kitobimiz aniq 3800 ta karam degani. Karam endi, ha. 3800 ta karam bo'ladi. Hammasi o'raydi. O'raydi, hammasi o'raydi. Bunda bodringga o'xshab puchoq qolmaydi, pomidorga o'xshab virus tushib o'qib qolmaydi. Mayda bo'lishi mumkin, o'raydi. Hozirgi kunda bozorda narxlarga qiziqib ko'rdingizmi? Kilosiga yo qiziqib bozorga qo'shnilardan bir surishtirib ko'rdim. Hozir bozorda 3,5-4 deyishyapti donasini. Endi bilmadim hali. Mana bu boshqa sizdan qanday qo'yadi, uni hali aniqlashim yo'q. Hali nima deydi, mana bodring ham boshida 5000 bo'lib ketdi. Qish kunida kat yo'lda o't yoqib chiqarganlardiki, mana hafsalasi bir bo'ldi. Mana hozirgi kunlarda 7000-8000 sotilyapti. Demak, karam ham yo ko'tarilishi yo tushishi mumkin, yo shu narxda qolishi mumkin. Ha, endi bu xudodan. Xudodan, to'g'ri. Hamma narsa Xudodan. Tog'a, endi qarang, bu karamni menimcha mana shu ko'rib turgan dehqonlar qiziqqanlarga baribir so'rashi mumkin-da. Ortiqcha qiyinchiligi yo'q-a? Karamning qiyinchiligi bu oson mehnati. Shu men bu yil varankaga ekmadim, faqat yerga, chirindiga ko'chat hisobiga don urug'ini ekdim xolos. Shu petnopka ham qilganim yo'q men. Shu yerga urug'ni ekdim, qolip asofida. 3 ga 3 qolip bilan ekdim. Shu hisobiga ichga kechirib bo'ldi. Varanka qilganim yo'q. Nimachi? Mineral o'g'it ustidan mana hozir ko'ribsizlar, mineral o'g'it men uya ochib turib shu yaqin har birining tagiga bir siqimdan, ya'ni bir piyoladan desa bo'ladi, bir piyoladan mahalliy o'g'it, nima? Chirindi bilan shunga bir yarim qop, shu hamma shu yer bo'yicha bir 25 kilocha amofosni aralashtirib shundan tashadim. Har bir ko'chatga tashab, men ko'chatim varankali bo'lmagan o'zini ekdim. Shu o'shandan keyin o'g'it solgam yo'q. Lekin sharbat oqqizdim. Holatlari yaxshi. Yer o'g'it va sharbat oqqizdim. Mahalliy o'g'it. Sharbatni ko'p oqqizdim. Sharbatni oqqizdim. Sen ham ish qildingmi? Nima qilding? Karam ekdim. Mashkaramlar sen ekdingmi? Malades bo'lagansan. Nechta ekding? Mana 5 ta ekding. Zo'r. Endi karamni pulidan bobang nima beradi senga? Ha. Ha. Ha, senga uy solib beradi yangi. Bo'ldi, kelishdik. O'sha uyga bizni ham mehmonga chaqirasan-a? Endi Murod aka, hozir Nesotiy joyda o'sha 3800 ta Hozirda hisoblaganda 7 sotikka boradi. 7 sotikka 3800 ta. Demak, karam ekuvchilar
7-6 sotik. Yo'q, Endi bu 7-6 sotik. agar yo'q 7 sotikka desak, 6 sotik bo'laveradi. Nima ekish maydoni mana orada Joylaringiz ham bor-da. orada bor, bag'da ko'chatlar, oraqsi bor. Ha, yaxshi. Xudo xolasa bu karamlaringiz yana pishib bir daromga kirganingizda yana bir kelamiz. Dehqonlarga daromati bo'lgan haqida bir ma'lumotlar berasiz. Xudo xolasa nima qilamiz? Mana endi karamni sifati, tozaligi har kuni bu karamga har yili nima zahar bilan ishlab beradi. Bu yil bo'lmasmi, karam qurti tushmadi. Har qanday nima bilan ishlab berilgan, toza, tabiiy, toza va ko'kmay. Haqiqatda juda chiroyli turib, ko'zni quvontirib. Hurmatli bobo dehqonlar, xudo xolasa keyingi videolarda bir pishgan holatlarni ham ko'rsatamiz. Hozir atta-betta bo'lib qolgan joylar bor, kadrga qo'yib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa biz ham buni oradan 3 kun, 2 kun, 3 kundan keyin sotishni boshlaymiz mana. Daromadga 3 kun.